Bibliotekaga to'g'risi oshiq bo'lib qoldim. Bunaqa chiroyli bibliotekani umrimda ko'rmagan ekanman. Patologda krugovoy biblioteka, yana hol qismida divan qo'yib qo'ysanglar, maza qilib kitob o'qib o'tirsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqdi, chunki patologimiz 3 metr 40 santimetr ekan. 15-kvartal Bahodirga kelganmiz. Bu yerda yangi novostroykamizda 2 xonali 74 kvadratli kvartiramiz sotilyapti. 6-etaj, 8 etajli binoda. Juda ham chiroyli novostroykamiz. Bu yerda bo'lsa prixojniy zonamiz, chiroyli garderobniy shkaf uchun joy tashab ketilgan. O'ng qo'limizda bo'lsa, birinchi bo'lib oshxonamizga keladi. Ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli devorlar qilingan. Oshxonadan chiqqanimizda o'ng qo'limizda родительский spalniyamiz keladi. Razmerini ko'ryapsizlar, uzundan uzun, kattagina 74 kvadrat uchun juda ham zo'r kvartira qilib qo'yishibdi. Endi yurganimizda bu yerda sanuzelimiz joylashgan, совмещенный juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. To'rdagi eshigimiz bo'lsa, zalimiz bo'ladi. Zal bilan spalniydan tashqari qolgan hamma joyimizda teplый pol qilingan. Kvartiramiz dizaynerskiy uslubda, neoklassik usulda qilingan. Ko'rib turibsizlar, zalimizni juda ham chiroyli, har bitta xonasida oynalar bor, skvoznoy bo'lgan uyimiz. Kvartiramiz narxini $95,000 deyishyapti. Albatta, ozgincha kelishtirib beradigan joyligi bor ekan. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi.